Xo'p, mana bu urolog Saidislom akaga qilingan lead forma. Xo'p, lead forma qanaqa bo'ladi? Xo'p, registratsiya ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganda mana shunaqa holat bo'ladi. Xo'p, klinikamiz Toshkent shahrida joylashgan degan eslatma bor. Bu yoqda foydalanuvchi boraman desa, qolgan savollar chiqadi. Agar borolmayman desa, sizni jiddiy tekshirishimiz uchun Toshkentga kelishingiz shart. Toshkentga kelish shart. Klinikamizga kela olmasangiz, biz sizni tekshira olmaymiz. Farzandli bo'lishni xohlasangiz, klinikamizga kelishingiz shart deb eslatma beryapti. Ya'ni bu nima uchun qilingan? Agar bora olmayman desa, lead formani to'ldira olmaydi. Ya'ni kela olmaydigan odamlar, kelishni xohlamaydigan odamlar lead formani to'ldira olmaydi. Misol, boraman degan odamlar lead formani to'ldira oladi. Mana, boraman degan tugmani bossa, qolgan savollar chiqib keladi. Necha yildan beri farzandsizlik qiynayapti degan savol. Mana variantlar, mana 1 yildan 3 yilgacha, 5 yil, 6 yil, 6 yil, 9 yil, mana 10 yil, har xil mana. Deylik, mana 1 yildan 3 yilgacha xohlaganini tanlaydi misol. Keyingi savolga o'tib ketadi sirada. Qayerdansiz? Toshkent shahri yoki boshqasini tanlaydi. Toshkent shahri nomerini kiritdi. Keyin e'tibor beringlar mana. Kimdir misol uni qilib tashlaydi. Unda bossa, eng kamida 9 ta harf kiritish kerak. 9 ta raqam yoki harf. O'shaning uchun mana. O'shaning uchun hisob-kitobini olganman. Deylik, mana 90lik 112 88 8. Bitta nomer qolib ketdi. Bunda bossa ham eng kami 9 ta belgi bo'lish kerak deyapti. Misol, yana bitta 8 qilaman, bo'ldi mana. Endi bemalol o'tsam bo'ladi. Misol, kimdir plus 998 qilib yozadi, kimdir mamlaq qilib yozadi orasiga, u farqi yo'q. Eng kami xullas 9 ta bo'lish kerak. Xo'p, davom etish bosadi, ismini yozadi. Ismiga ham eng kamida 3 ta belgi qilib qo'yganman. Xo'p. Misol 3 tali bo'lishi mumkin, misol Ali bo'lishi mumkin. O'shaning uchun har taraflama o'ylab 3 ta qilib qo'yganman. Mana. Bu raqamingiz to'g'rimi deb yana so'rayapti. Bu majburiy emas, mana avtomatik nomer olib beradi xullas. Xo'p. Ism, keyin mana bunaqa funksiya qo'shilgan. Hozir urolog Saidislom bilan chatda muloqot qiling deyapti. Chatda bog'laning deyapti. Agar men buni yoniq qolsa, nomer qoldirganda, mana shu ma'lumotlarimiz direktga tushadi. Direktda ko'rib turadi. Men profilda ko'rib turadi ma'lumotlarimizni. Sirasi direktda o'zidan yozsa bo'ladi xullas. Yaxshiroq bo'lgan. Agar men buni o'chirib qo'ysa, bormaydi. Yaxshi funksiya qo'shilibdi. Qisqacha shunaqa. Mana shunaqa forma yasashni o'rganib olishimiz kerak. Maksimal darajada ishlatishimiz kerak mana shunaqa formalarni.